Bu odam chekka qishloqdan chiqib, O'zbekistonda jami qiymati 300 million dollarlik uylarni sotib, rekord o'rnatgan marketolog sotuvchi Shohrux Yusupov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Shohrux Yusupov 1997-yil 11-avgustda Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida o'qituvchi oilasida tug'ilgan va 2016-yil Toshkentga o'qishga kelgan va Muhammadali Ishonqulov ustozi sababli marketing sohasiga kirgan. Ikkinchisi, O'zbekistonda qurilish biznesida Zapusk texnologiyasini birinchi bo'lib qo'llab, oyiga 1000 tadan 2000 tagacha xonadon sotadi. Jamoasida 150 dan ortiq shogirdi bor. Anvar Temirov, Xurshid To'rayev va respublikadagi 10 dan ortiq yirik quruvchi bilan hamkorlik qiladi va 1 yil ichida jami 300 million dollarlik 10 mingta uy sotib, O'zbekiston bo'yicha rekord o'rnatgan. Uchinchisi, Shohrux Yusupov faqat marketolog sotuvchi emas, balki Anvar Temirov ustozi bilan bir nechta yirik loyihalarda biznes sherik. Qashqadaryodagi 360 xonadonli Qarshi premium loyihasi, 4 million dollarlik avtosalon. Endi esa Dubayda ham qurilish ham marketing bo'yicha ikkita biznes boshladi. Bu videoni qishloqdan chiqib millioner bo'lish qiyin degan yaqinlaringizga yuboring.